Assalomu alaykum azizlarim. Men sizlarga bitta mo'jizani ko'rsatmoqchiman. Balkim sizlar buni mo'jiza deb hisoblamasizlar. Lekin shaxsan o'zim buni mo'jiza deb hisoblayman. Chunki meni bitta gulim bor edi. Tugi bilan qurib ketgan edi. Umuman suv quysam ham hech ham ko'karmadi. Keyin shunda ham umidimni uzmasdan uni tuvakka ko'chirdim. Sekin-sekin kichkina baglar otib, keyin sekin-sekin yashnab, mana shu holga keldi. Mana azizlarim qarang. Mana shu yaponskiy xrizantema. Xudo xolasa bu qishi bilan shunaqa ochilib, yonidan ko'payib, keyin buni yana bahor kelsa yerga ko'chiraman. Ko'p yillik gulda bu. Men bu bilan nima demoqchiman azizlarim? Siz ham oxirgi daqiqalarda ham hech qachon tushkunlikka tushmay, hayotdan umidingizni uzmang. Albatta siz ham harakat qilsangiz, maqsadingizga erishasiz, ko'karasiz, unasiz. Mana bu gulam juda ham harakat qildi-da. Meni hisoblashimcha bu ko'karishga, unishga harakat qildi. Va mana ko'rib turibsiz. Azizlarim, hammalarga baxt tilayman. Mana shu guldek ochilib yuringlar. Doim niyatingizga yetib yuringlar azizlarim.